Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar taraflaridan bitta mavzu bo'yicha juda ko'plab savol bo'ladi. Ya'ni bu ham bo'lsa, shu o'g'il bolalarni, kichkina o'g'il bolalarni cho'tchisini ko'p ushlaydi bolam degan savol ko'p bo'ladi. Bugun shu narsa haqida qisqacha tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni bu nimadan bo'lishi mumkin bu narsa hamda nima qilishimiz kerak biz? Ya'ni o'sha bolaga yordam berish uchun nimalar qilishimiz kerak? Mana shu narsa haqida ozgina tushuncha berib o'tmoqchiman. Kanalda ozgina kanalda siyosati deymiz o'zgargan. Hozirgi kunda kuzatuvchilar ko'p bo'lganligi sababli hamda kommentariylar ko'p bo'lganligi sababli jismoniy jihatdan hamma kommentariyga ham, hamma sharhga ham javob yozishga ulgurmayapman. Shuning uchun ham agar kanaldagi videolarda sizning savolingizni javobi bo'ladigan bo'lsa, yurakchani bosib qo'yaman. Sizga yozma javob yozilmadi, yurakcha bosilgan bo'lsa, kanaldagi videolar orasidan qidirib ko'ring, savolingizning javobi bor o'shalarda. Agar savolingiz javobi bo'lmaydigan bo'lsa, unda yozma tarzda, o'sha eski tartibda javob yozib qo'yaman. Demak, o'sha yurakcha bosilgan bo'lsa agar videolardan qidirib ko'ring javobini. Va bundan tashqari Instagramda ham qisqa savol javob ko'rinishida kanal yurityapman. Video napisaniyasida ham, kanalda napisaniyasida ham va birinchi qadalgan shartda ham buni manzillari bor. Instagram manzillari bemalol kelib ko'rib, u yerda ham u yerdagi videolar bilan ham tanishib chiqsalaring bo'ladi. Demak, asosiy mavzuga qaytamiz. Bolachalarning kichik yoshda bolachalarni o'sha cho'tchisini nima uchun ushlayveradi bola? Ushlayverishining sababi o'sha joyda qandaydir ta'sirlanish borligidan. Ya'ni ta'sirlanish deganimiz og'rishi mumkin, qichishi mumkin yoki qandaydir noqulaylik tug'dirayotgan bo'lishi mumkin bolaga. O'zi umuman inson organizmida juda ko'p joyini borligini sezmaydi. Masalan, yuragingizni borligini sezmaysiz. Yurakni urganini ataylab qo'lingizni qo'yib ko'rmasangiz yoki boshqasiga quloq solib ko'rmasangiz, buni borligi normada sezilmaydi. Bu og'rimasa, boshqa narsa sezilmaydi. Yoki o'pkani mana nafas oladi, lekin buni torayishini, kengayishini boshqasini sezmaymiz. Xuddi shuningdek, o'sha olatda ham bor yo'qligi odatda zarur bo'lmagan paytda sezilmaydi. Xuddi shuningdek bolalarda ham nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, qichish, achishish, og'riq, mana shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, unda buni borligi seziladi. Ya'ni bola bunga juda ko'p tegina boshlaydi. Bu teginishlar nimalardan iborat bo'lishi mumkin? Mana hozir aytib o'tdim. Qichish, achishish bo'lishi mumkin. Endi qichishga yoki achishishga nima sabab bo'ladi? Bu birinchidan gigiyenani yaxshi emasligi. Ya'ni gigiyenani yaxshi emasligi deganimiz o'sha bolani onasi tarafidan yoki kattaroq bola bo'lsa o'zi tarafidan yoki otasi tarafidan yetarlicha yaxshi yuvilmaganligi hamda umuman shu gigiyenik tarafdan yaxshi qarov bo'lmaganligi yoki kesilmagan bola bo'ladigan bo'lsa, o'sha smegma deymiz, tuz ham deyiladi xalq tilida, shu narsalar to'planib qolishi ham achishlarga, qichishlarga sabab bo'ladi. Natijada bola qo'li bilan ko'p ushlayveradi. Bu mana birinchi o'rinda eng ko'p sabab bu gigiyenani yaxshi emasligi. Yana sabablardan biri bu bolaning ichki kiyimi. Ma'lumki, sintetik ichki kiyim kiyadigan bo'lsa, odam bu terini ta'sirlantiradi, nafas olishini qiyinlashtiradi hamda ko'p terlashga sabab bo'ladi, havoni yaxshi bo'latmaydi, ko'p terlash sabab bo'ladi. Natijada teri ta'sirlanishi oqibatida qichish, achishish bo'lishi mumkin yoki hali aytganimiz yaxshi bog'lantirmaganligi uchun o'sha joyda suyuqlikni olib qolganligi uchun bu joyga infeksiya o'tirishi mumkin. Infeksiya o'tirgandan keyin bu olat terisi ham yoki o'sha cho'tchi deb ataymiz kichkina bolalarkini, buni terisi ham hamma joydaqa teri. Infeksiya o'tirgandan keyin u yerda yallig'lanish kelib chiqadi. Yallig'lanish kelib chiqqandan keyin qichish, achishish, og'riq bo'laveradi. Ma'lumki, qichish retseptorlari bilan og'riq retseptorlari bitta bo'ladi. Ya'ni bitta retseptorlar ham qichishni sezadi, ham og'riqni sezadi va yengil ta'sir bo'ladigan bo'lsa, kuchsiz ta'sir bo'ladigan bo'lsa qichish bo'ladi, kuchliroq ta'sir bo'ladigan bo'lsa og'riq bo'ladi, achishish yoki og'riq bo'ladi. Shuning uchun ham yallig'lanish bo'lsa, terida yallig'lanish bo'lsa, bu ham qichishga sabab bo'ladi. Va yana sabablardan biri bu allergiya, ya'ni terining allergiyalari.
turli xil dermatozlar, pampers kiydirishimiz mumkin, salfetkaga artishimiz mumkin. Kanalda bu haqda videolar bor. O'sha chaqaloqlarni pampersi, salfetkalar bo'yicha salfetkaga artishimiz mumkin. Mana bola kichkina chaqaloqcha, sal kattaroqda chaqaloqcha biz o'sha hojatxonaga chiqqandan keyin namlantiruvchi o'sha nam salfetkalar bilan artishimiz mumkin. Bu narsa ham terini ta'sirlab turib, buni qichishiga olib keladi. Natijada keyin bola qichishni bosish uchun ushlab yuradigan bo'lib qoladi. Bu narsalar bor. Va terini kasalliklari, turli xil ekzemalar yoki psoriaz kasalligi bo'lishi mumkin. Hozir aytgandek, dermatozlar har xil. Bularning hammasi terini kasalliklari aksariyat qismi allergik tabiatga ega va ko'pchiligi qichish bilan kechadi. Ya'ni ko'pchiligida qichish bo'ladi. Endi bundan tashqari boshqa guruh bor, bu yallig'lanish kasalliklari. Yallig'lanish deganimiz bevosita shu jinsiy a'zoning yallig'lanishi, masalan, uretrit bo'lishi mumkin. Uretrit degani shu sidikkalarning yallig'lanishi yoki pastit, balanopastit deymiz, olatni boshchasi atrofida terilar yallig'lanishi. Umuman o'sha olatni terisi yoki sidik kanali, o'sha atrofdagi yallig'lanishlar bo'ladigan bo'lsa, bular ham qichishga yoki achishga yoki og'riqqa sabab bo'ladi va oqibatda bola qo'li bilan ko'p ushlaydigan bo'ladi. Endi sal kattaroq bolalar bor, 12-13 yoshli bolalar bo'lishi mumkin. Bularda gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq. Ya'ni bola endi o'syapti, jumladan uni jinsiy a'zosi ham o'sishni boshlaydi va o'sganda ham katta tezlikda o'sadi, ya'ni nisbatan solishtirilganda katta tezlikda o'sadi. Natijada terilarni tortilib qichish yuzaga keladi. O'smir yoshlarda ham mana shunaqa jinsiy a'zosini qichishi nisbatan ko'p kuzatiladigan holat. Endi umumlashtiradigan bo'lsak, bu terini kasalliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin, bu yallig'lanish kasalliklari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu fiziologik bo'lishi mumkin, hozir aytganimdek yoshga bog'liq tarzda yoki ta'sirlanishlar. Bu ham endi allergik kasalliklarga kiritsak bo'ladi. O'sha sintetik kiyimlar, boshqalar natijasida ta'sirlanishlar. Asosiy sabablari mana shulardan iborat. Ya'ni bolachalarda, kichkina bolachalarda o'sha cho'chisini ko'p ushlayverishini, ko'p qashlayverishini asosiy sababi shulardan iborat bo'ladi. Endi qanday yordam ko'rsatamiz? Ko'rish kerak. Kichkina bolani bemalol ko'rsalar bo'ladi, ko'rish kerak. Odatda yallig'lanish kasalliklarida og'riqdan tashqari qizarish, shish, haroratini oshishi, o'sha mahalliy haroratini oshishi kabi holatlar ham bo'ladi. Shu narsalar bo'ladigan bo'lsa, mana boshchasi qizarib qolgan bo'lsa, shishib qolgan bo'lsa yoki og'riq bo'ladigan bo'lsa, siyganda yig'lab seydigan bo'lsa, bu narsalar u yerda yallig'lanish kasalliklarining borligini bildiradi. Va bu holatda urologga borish kerak. Urolog tekshirib ko'radi, ko'rib yallig'lanish qayerda, zarurat bo'lsa kesib qo'yadi. Uretrit bo'ladigan bo'lsa, uni dori-darmon bilan davolaydi. Yallig'lanish qayerda bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab tavsiya beradi. Yoki deylik ekzema. Qandaydir toshmachalar bor, atrofi ozgina qizargan, lekin juda shishmagan, kuchli og'riq bo'lmayapti. Qandaydir toshmalar bo'ladigan bo'lsa, bular teri kasalliklari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yoki psoriaz bo'ladigan bo'lsa, endi psoriaz kichkina bolalarda bo'lish ehtimoli kamroq. Buni ham toshmalari o'ziga xos. Ustida mayda qipqilangan, ya'ni qipq deganimiz, bunda terini ko'chganiga o'xshagan qipqilangan oq rangda bo'ladi psoriazda ham. Bunaqa toshmalar bo'ladigan bo'lsa, buni dermatolog bilan maslahatlashish kerak. Ya'ni terini o'zining doktori bo'ladi, o'sha dermatologlar ko'rib turib, ular bunga qarab tavsiya beradi. U ham bo'lmadi, bu ham bo'lmadi, dermatolog ko'rdi, meni kasalligim emas dedi. Yoki urolog ko'rdi, analizlarni qildi, hech qanaqa yallig'lanish chiqmadi. Haligi olatni boshchasini ochib ko'rdi, u yerda ham hech qanaqa tuz to'planmagan, yallig'lanish boshqalar yo'q. Bunda ko'proq gigiyena bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki fiziologiya bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Umuman hamma holatda ham birinchi o'rinda bor gigiyenani joyiga qo'yish kerak bo'ladi hamda ichki kiyimlarda paxtalik kiyim kiyish kerak bo'ladi. Ya'ni paxtalik kiyim kiyadigan bo'lsa,
terlashlarni kamaytiradi. Terlashlarni kamaytirgandan keyin yana qaytarib o'taman. Bu yerda infeksiyani ko'payishi kamayadi, natijada terining ta'sirlanishi kamayadi. Shuning uchun ham mana birinchi o'rinda gigiyena, ichki kiyimga e'tibor berish kerak hamda urologga, dermatologga olib borib turib ko'rsatish kerak bo'ladi. Bu bo'yicha aytadigan asosiy gaplarim shulardan iborat. Yana qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, sharhlarda qoldirsalaring, vaqt topib, imkon topib javob berib o'tishga harakat qilaman. Va yana bir marta eslatib o'taman, savolingizni javobini birinchi o'rinda kanaldagi videolardan qidirib ko'ring. Agar kanaldagi videolardan topolmasangiz, o'shani savol qilib qoldirib qo'ying. Qisqa video ko'rinishidami yoki mana shunaqa uzunroq, batafsilroq video ko'rinishidami yoki matn ko'rinishidami javob berishga harakat qilaman. Omon bo'ling.